Bu video faqat kafilchi usul uchun emas, любой bitta usul uchun. Ko'pchilik mendan so'raydi, plitkangizda qanaqasini ishlatasanmi? Bodo firmasini ishlatamiz, 120 talik. Merbeyga qancha pul olganimizga buni 2 yildan beri, lekin hali ham tetiy ishlayapti, kesib ko'rsatib beraman. O'q. Ko'ringlar qani yaqinroq. Mana shunaqa plitkangizni qattiq olmoqchi bo'lsangiz, men sizga yozib ko'rsataman. O'rizordagi Stroygorni hamma biladi akalar. O'shani ro'parasida joylashgan Stroymolni birinchi etajida Pro Tools do'koni. Hozir kirib, narxlar bilan tanishamiz akalar. Aka, assortimentini yorib tashlabsiz. Menga plitkangiz kerak edi aka. Bu Shabuz aka, sizga faqat pudrlar olyapmiz, faqat rasmiy netsiz bo'ldi. 60 dan 180 gacha. Menga har doimgidek 120 lik kerak. Narxi nechi pul? 120 To'xtang. Narxini aytmay tura qoling, oxirida aytamiz. Do'kon haqida bitta ma'lumot beryapti. Bizda Pro Tools 20 yildan beri bizga katta ota kasb, ustalar ishlatadigan любой asbob uskuna apparatlarni Farqi yo'q, любой usta. любой ustunlik uchun. Sapojniga ham instrument bor. Kerak bo'lsa olib kelib beramiz. Eng asosiy o'rinda sifat turadi, lekin xudo xolasa narx tomonlama ham uyaltirib qo'ymaymiz. Shunda mana nechi pul deyapsiz aka? Aka, bu konferensiyamizda hozirgi kunda $120 chiqadi. Akalar, videoni sifatli mahsulotni birinchi qo'ldan olmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yamiz. Mazza qilib ishlatgan payti. Slishi. Mazza qilib ishlatish kerakmi? Aka, uni to'g'ri o'tdi, 3 yildan ochdimi, 2 yildan ochdimi? Yo'lni yengilsa ishlatish kerak.